YouTube'ga alangali salom. Mana Clash of Kings o'yiniga yana qaytamiz va yangi kirgan o'yinchilarga qiyinchilik bo'lmasligi uchun va o'rgatishda davom etamiz. Mana ko'rib turganingizdek Clash of Kings o'yini sizning ekrangingizda. Birinchi bo'lib avvalambor bizga zamokni kuchaytirishimiz kerak. Zamokingiz qancha kuchli bo'lsa, har xil narsalar ochilishi oson bo'ladi. Ya'ni kazarma, sklad yoki kollej va posolstvo va hokazo. Bunda boshidan tushuntirib o'tamiz. Kazarma nima uchun kerak? Kazarma armiya chiqarish uchun kerak. Armiya agar kazarma bo'lmasa, armiya chiqmaydi. Shuning uchun kazarmani kuchaytiramiz. Ya'ni kazarmani birinchi o'rinda qoldirmaymiz. Albatta, kazarmani ham kuchaytirib boramiz. Ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi va hokazo. Shunday qilib, kazarmangiz agar 7-chi o'rin bo'lsa, sizdan 3-chi o'rin armiya chiqadi. 10 bo'lsa, 4-chi o'rin. Qancha o'rinni baland bo'lsa, armiyangiz shuncha kuchli bo'ladi. Ertangi jangda esa kuchli armiya har doim g'olib keladi. Kazarmadan qanday qilib ko'p armiya chiqarsa bo'ladi degan savolga javob. Agar военный palatkalaringiz o'rinni baland bo'lsa, kazarmangizdan askar ko'p chiqadi. Agar sizni zamokingizga hujum qilsa va askarlaringizni o'ldirsa, zamokning ichida agar sizning balnisangiz kuchli va ko'p bo'lsa, askarlaringizni qaytadan chetga o'tirsangiz bo'ladi. Shuning uchun balnitsa ham kerak bo'ladi. Bizga 5 ta o'tin va 5 ta bug'doy yetadi. Ularni kuchaytiramiz. Bu yerdan joy ochilyapti. Bu esa temirga, hali temir koni ham ochiladi va temir qursangiz bo'ladi bu yerda. Davom ettiramiz. Uchebniy plashatka nima uchun kerak? Uchebniy plashatka siz armiyangizni ko'p jo'nata olasiz. Masalan, urushga 8 mingta emas, 20 mingta, 30 mingta, 40 mingta va hokazo. Qancha uchebniy plashatkangizni o'rni baland bo'lsa, shuncha ko'p askar jo'nata olasiz. Sklad nima uchun kerak? Skladingizda o'rinni ko'tarsangiz, sizga hujum qilganda sizning resurslaringizni o'g'irlab keta olmaydi. Rынок nima uchun kerak? Rынок masalan alyansdagi insonlarga yordam bermoqchi bo'lsangiz, nalog kam oladi. Ya'ni siz 10 ming upload bermoqchi bo'lsangiz, shundan 2 mingni berib olasiz, qolgan nalogga ketadi. Agar sizning rынокingiz kuchli bo'lsa, hammasini to'la jo'natib olasiz. Kuznitsa nima uchun kerak? Kuznitsa lordingizga, ya'ni ustibos yasaysiz. Qilich, kamon, kaska va hokazo tanlaysiz va o'zingizga resurslaringiz yetsa chiqarasiz. Bunda temirni albatta predmetdan olasiz. Davom etamiz. Krepus nima uchun kerak? Bu yerda lavushkalar chiqarasiz, ya'ni siz uyingizga hujum qilsa, faqat askarlaringiz emas, sizga lavushkaning yordam beradi. Lavushkani kam-kamdan chiqarishni maslahat beraman, chunki agar ko'p chiqarsangiz, o'tiningiz tugab qoladi va keyin o'tinsiz qolib ketishingiz mumkin. Kollej nima uchun kerak? Kollejda har xil narsani izuchit qilsangiz bo'ladi. Ya'ni o'tin ko'proq chiqaradi, bug'doy ko'proq chiqaradi, skladni kuchaytirasiz. Kartadan bug'doyga jo'natsangiz, ko'proq bug'doy olib keladi. Razvitiya xuddi shular, hokazo. Bemalol o'qib, bossangiz aytadi, увеличить скорость атака monster. Hammasini o'qib izuchit qilsangiz bo'ladi. Sizlarga hozir samый главныйsi legion kerak. Legion, ya'ni ikki tarafga armiya jo'natsangiz bo'ladi. Masalan, bu betga ham, bu betga ham. Monsterlarga qanday hujum qiladi? Masalan, 3-o'rin monsterga bosasiz, ataka chiqadi. Agar o'riningiz kichkina bo'lsa, siz 1-o'rin monsterlardan boshlaysiz. Atakaga bosasiz. Mana ko'rib turganingizdek 20 ta askar chiqib qoladi. Hali mana uchebniy plashatka ham kuchli emas, sababli 20 ta askar ketadi. Ko'rib turganingizdek askarlar ketdi. Uyga ham xuddi shunday hujum qilasiz. Masalan, atakaga bosasiz va agar qaraysiz alyansi bo'lmasa hujum qilasiz. Agar alyansi bo'lsa, sizga qarshi ularning alyansi urush qilishi mumkin va qiyin ahvolga qolib ketasiz.
va bu tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Yana nima qoldi? Fontan qursangiz, fontandan besplatniy bug'doylar beradi. Bug'doy, o'tin, temir va hokazo. Posolstvoni ham kuchaytirasiz. Masalan, sizning uyingizga birov hujum qilsa, sizning uyingizga yordam ko'proq ketishi uchun. Mana hozircha shu. Yana nimani tushunmagan bo'lsangiz, albatta yozib o'tasizlar, men sizga o'rgatishga harakat qilaman. Bashni ham kerak. Bashni ko'proq ko'tarasiz, iloji boricha 6-7 ga. Chunki bashni razvedkaga jo'natsangiz, sizga точный ma'lumot beradi. Hozircha shu. Sizlarga yordam bo'ldi degan umiddaman. Hammaga kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.